Ko'pchilik o'zbeklarning ko'nglidan joy olgan Kirmin Belazur otelining obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu otelimiz 40 ming kvadrat metrda joylashgan bo'lib, o'zini mehmonlar uchun katta spektr uslugalarni taklif etadi. O'zini shaxsiy akvaparki bor, kattalar uchun 8 dona gorkasi bor, yosh bolalar uchun 6 dona gorkasiga ega. Hamda esa 2 dona basseyni bor, yopiq va ochiq zonada joylashgan. Ochiq zonada joylashgan basseyn esa qizdirlardan bo'ladi. Detskiy basseyni borligi ham bolalaringiz uchun eng zo'r qulaylikni beradi. Xudo xolasa oilaviy borsangizda hazzatib dam olib kelishingiz mumkin. Bundan tashqari yosh bolalar uchun detskiy klub, nyanya, hamda esa kattalar uchun futbolni pole, tennisni kort, razlecheniyalar, azangi gechki konsert shoular va diskotekalar ham bo'lib o'tadi. Borsangizda bir hafta davomida umuman ichingiz qismaydi. Ultra all inclusive konsepsiyasi asosida hazatib, yeb-ichib dam olib kelasizlar. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, a la carte restorandan bir necha xili bor, ya'ni osmanskiy, sredizemnomorskiy, meksikanskiy va italyanskiy bo'ladi. Bundan tashqari 11 dona bari bor. Barlari 24 soat 7 kun ishlaydi. Xudo xolasa polniy azondan kechgacha, ya bo'lmasa kechdan azongacha yeb-ichib, aylanib, dam olib yuraverasiz. Agar shu otelda dam olajak bo'lsangizlar, hech ikkilanmasdan Pangaea turali kartochka orasida eksklyuziv narxda tur paketlaringizni taxlab beramiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, video like-ni bosib, kim bilan shu yerga borishni niyat etgan bo'lsangiz, videoni yuborib qo'ying. Kommentariyada esa keyingi safar qaysi otelning obzorini ko'rishni xohlasangiz, yozib qoldiring.